Burnim tez-tez qonaydi. Buning sabablari nimada? Bugun sizlar bilan burun qonash sabablari to'g'risida gaplashamiz. Men Davron Jo'rayev 13 yillik tajribaga ega lor shifokoriman va bugun burun qonashi va sabablari to'g'risida sizlar bilan gaplashamiz. Burun qonashini mahalliy, ya'ni burunga bog'liq bo'lgan va umumiy sabablari mavjud. Qonashning mahalliy sabablari burunning ichidagi shilliq qavatidagi shilliq qavatning yupqalashi, ya'ni atrofik o'zgarishlar. Bular kimlarda uchraydi? Bular changli muhitda yashovchi odamlar, ya'ni cho'l muhitida yoki bo'lmasam chang sharoitida, atmosferasi buzilgan sharoitda ishlaydigan, misol uchun konchilarni misol qilib keltirish mumkin. Har doim changli muhitda burun orqali aloqada bo'lganligi sababli burun shilliq qavatining shikastlanishi kelib chiqadi va bunda atrofik jarayon, ya'ni shilliq qavatning yupqalashi va shuni hisobiga burun qonashi kuzatiladi. Bu burunga bog'liq bo'lgan bitta sabablardan bittasi hisoblanadi. Keyingi sababi burun bo'shlig'ida qonuvchi poliplar mavjud va angiyofibroma deyiladi va mana shu angiyofibroma ham tez burun qonashiga sabab bo'ladi. Buni angiofibromani oddiy ko'z bilan ko'rganda, rinoskopiya qilib ko'rganda, lor shifokor tomonidan yoki bo'lmasa endoskopiya yordamida ko'rganda tashxislanadi, ya'ni aniqlanadi va bunaqa holatda albatta jarrohlik usuli yordamida, endoskopiya yordamida jarrohlik usuli bilan bu angiofibromani olib tashlash kerak va buning natijasida burun qonash to'xtaydi. Burunga bog'liq bo'lgan mahalliy sabablardan yana bir eng xavfli sababi burun halqumida uchraydigan, ayniqsa 12 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan o'g'il bolalar orasida uchraydi. Bu yuvenil angiofibroma deyiladi. Bu qon tomirdan o'sgan o'simta hisoblanadi, lekin xavfsiz o'simta hisoblanadi. Lekin xavfli tomoni shundaki, juda ham kuchli qon ketishga sababchi bo'lishi mumkin. Buni faqat o'sha narkozda lor shifokor tomonidan endoskopiya yordamida ehtiyotkorlik bilan operatsiya yo'li bilan olib tashlanadi va burun qonashi shu bilan bartaraf bo'ladi. Burun qonashining umumiy sabablari ham mavjud, ya'ni qon sistemasiga bog'liqlik tarafi. Aynan bu qon sistemasiga bog'liqlik tarafini gematolog shifokorlar, ya'ni qon bo'yicha shug'ullanuvchi gematolog shifokorlar davolash bilan shug'ullanadi. Bunda qonning ivishida qatnashuvchi trombositlar soni kamayib ketishi yoki bo'lmasam trombositlarni qon ivishida qatnashib adgeziya hosil qilib, ya'ni bir-biriga yopishib qon to'xtatishdagi aktivligining kamayib ketishi, ya'ni trombositopatiya deyiladi yoki bo'lmasam qonning ivishida qatnashuvchi 12 ta omil bo'ladi. Mana shu 12 ta omilning qaysidir bittasida ivish jarayonining buzilishi natijasida qonning suyulib ketishi natijasida burun qonashi kuzatiladi va bunda albatta gematolog shifokoriga murojaat qilish kerak va buning sabablarini aniqlashtirib, davo choralarini ko'rish kerak. Undan tashqari umumiy sabablardan biri asosan yoshi katta bemorlarda kuzatiladi. Qon bosimining ko'tarilishi, ya'ni gipertoniya kasalligi bilan bog'liq. Va gipertoniyani ham o'ziga xos tomonlari, aynan gipertoniya kasalligi yoki bo'lmasa buyrak usti bezi faoliyatining buzilishi natijasida buyrak usti gormonlarning organizmda qonda ko'p tushishi natijasida birdan qon bosimi ko'tarilib ketishi va buning natijasida burun qonash holatlari kuzatiladi. Bu holatlarda albatta terapevt yoki kardiolog shifokorga murojaat qilinadi, yuqori qon bosimi tushiriladi yoki sabab buyrak usti bezida bo'ladigan bo'lsa, albatta endokrinolog shifokorga murojaat qilib, qondagi gormonlarni analiz topshirib, aniqlashtirib, joyiga tushirib va qon ketish sabablari to'xtatiladi. Undan tashqari lor sohasiga bog'liq bo'lgan burun to'sig'ining qiyshayıshi, undan tashqari vazomotor rinit, ya'ni burun bitib qolish natijasida ko'pincha bemorlarimiz burunga sepadigan spreylar ishlatadi va buning natijasida har kuni doimiy uzoq muddat ishlatish natijasida burun shilliq qavatining noziklashishiga olib keladi va bu ham tez burun qonashiga sababchi bo'ladi. Buni holatda albatta lor shifokoriga murojaat qilib, burun qonash sabablarini aniqlashtirib, o'shanga qarab davo taktika, ya'ni davo choralarini qo'llash natijasida burun qonash kamayadi. Agar siz va sizning yaqinlaringizda ham burun qonash kabi muammolar bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling yoki kommentariyga o'zingizning muammongiz va telefon raqamingizni qoldiring. Siz bilan bog'lanamiz va malakali tibbiy yordam berib, maslahat berishga harakat qilamiz.